Assalomu alaykum. Bir endi vaqtingizni olaman. Shunday savol-javobimizga javob berib berasizmi? Bemalol. Shunday zo'r mashinlarda yurish uchun nima ishlatish kerak? Avvalambor chin ko'ngildan qilish kerak. Nov ish bo'lishidan qat'iy nazar. Quruvchimi, svarishmi, nov bo'lishidan qat'iy nazar. Qisqa gap bilan aytganda, ko'ngli ochiqni yo'l ochiq. Shunday. Birinchi pulingizni necha yoshingizda va qachon ishlab topgansiz? Birinchi pulimni 10-11 yosh vaqtlarimda pechoniy sotganmiz. Xivada pechoniy seximiz bo'lgan. Ichankalar bozor territoriyasini pechoniy tarqatar edik. Velosipedda, arvada italab sotib kelar edim. Shunday deb sotgansiz. Shunday. Necha so'm ishlayapsiz birinchi pulingiz? Shu 5-6 ming so'm atrofida. Hozir sizning hayotingizda eng kerakli narsa nima? Asosiysi sog'lik. Bir kompaniyada ishlaysizmi yo o'zingizning biznesingizmi hozir? Hozirda o'zlarimizning biznesimiz bor. Nima biznes? Zarnur oltin sohasida ishlaymiz. Mhm. Tadbirkormiz. Oldi sotdi. Ishlab chiqarish o'zlarimizda bor. Oltinlarni ham o'zingiz ishlab chiqarasiz, Shunday, zargarlik seximiz bor. Oltin temasidan xalqimizga nima bir yangilik aytib bilasizmi? Agar shunday haqiqiy muhtoj oila bo'lgan olsa, to'y qilishga qiynalib yurgan bo'lsa, bir galin sarposi bizadan. Shunday loy berasiz, Shunday beramiz. hisoblayki. Bir kunda ovqatlanish uchun necha so'm sarflaysiz? Bir kunda ovqatlanish uchun hisoblamayman. Asosan oilam davrasida ovqatlanishni yaxshi ko'raman. Pul vaqt akkalam. Pul vaqt ikkaladi. Agarda, deydi, pul bir vosita, pul bo'lsa, kimdir yordam qilib bo'ladi, kimdir so'ndirib bo'ladi. Qarang, keyin shunday odamlar bor, masalan, boy bo'lish uchun harakat etadi, lekin ishlari o'xshamaydi. Boylikning siri nimada? Boylikning siri ko'proq ehson qilish kerak. Oliy ma'lumot kerakmi hozirgi hayotda? Meni fikrim, menimcha kerak, men deb o'ylayman-da. Shunisi o'zlarimiz oliy ma'lumotli emasmiz. Oliy ma'lumot yo'q. Yo'q. Ishlab chiqarish, shu zargarlik sohasida ish yuritib kelyapmiz. 16 yoshimdan beri zargarlik sohasindaman. Shunda kasb yaxshi. Meni fikrim shunday. O'zingiz noldan chiqqansiz, sax? Shunday. Noldan tiklangansiz. Shunday. Nechati birdan, masalan, pirojni sotganman deysiz, birdan zargarlikka o'tib ketgansiz. Buni sabablari ko'chamiz o'zi zargarlar ko'chasi. Jo'ralarimiz zargar, shular orqali qiziqib ketganman. Yaxshi kasb. Yosh vaqtingizda kim bo'lishni orzu etgansiz, hozir kimsiz? Yosh vaqtimda kompyuter sohasina ko'p qiziqardim. Ha. Uyda telefonlarni, televizorlarni, kompyuterlarni chuqalab, IT sohasi qisqartirib aytganda. Hozir zargarsiz. Hozir zargar. Asa intervyu uchun katta rahmat. Iloyim hammaga shunday Kia K5 da nasib etgan. Rahmat, iloyim aytganingizga esa. Allah beraman desa, u siznikidir. Tamam. Allah bermayman desa, qancha harakat qilsangiz ham bir zarrasini qo'lingizga kirita olmaysiz.